pul o'ynagani keldik. Hozir bitta o'yin tugadi, mayli birinchisida anoga o'ynamadik, shartga. Endi ikkinchisidan shartga o'ynaymiz. Nimani o'ynaymiz aka? Bilmadim. Nima shart o'ynaymiz? Yutqizgan shartmanda. Davay. Shartni kim o'ylab? Davay. Bitta shart bajarishdi. Bo'ldi. Buyur. Ikkita o'yin qoldi. Bruno. Da, 1-0. Shotmanda. Hozir o'sha ikkinchi o'yinni men yutdim. Oxirgi o'yin 2-1 bo'lsa, qanday ikkita shart bor. Ha, bitta shart bor. Agar yutsangiz shartnoma o'rtatmay bo'lib ketadi. Yutsam, sizga shart beraman. Mana shart berishim mumkin. Bilay, o'zi aslida. Har bitta yutuqqa bitta shart. Okey. Bo'ldi. Hozir menda ikkita shart. Sizda bitta bo'lishi mumkin. Uchta? Yoshlarga qo'yadi.